Assalomu alaykum hurmatli bog'bonlar, hurmatli tomorqa egalari. Navbatdagi bog' kasalliklari va zararkunandalarga qarshi kurash bo'yicha berayotgan ma'lumotlarimiz davom etadi. Bugun sizlarga meva daraxtlarida asosan tokda ko'p uchraydigan xloroz kasalliklari haqida ma'lumotlar beramiz. Xloroz kasalligining kelib chiqishi tuproq unumdorligining pasayishidan kelib asosiy muammo ko'rsatilgan, shundan kelib chiqishi deb. Endi bunda asosiy mikroelementlarning yetishmasligi, ya'ni azot, temir, marganets, kaliy, sink va boshqa elementlarning yetishmasligi oqibatida kelib chiqishlari ham kuzatilgan. Mana bugungi video roligimizda sizlarga o'shalarni video tasvirlarida ko'rsatishga harakat qilamiz. Mana ko'rayotganingizdek, mana bu azot yetishmasligi oqibatida mana maydalanib ketadi. Meva tugunchalari juda maydalashadi. Yaproqlari mana shunday oqish, sarg'ish rangga kelib qoladi. Keyin temir yetishmasligi ham xuddi shu azot yetishmasligiga o'xshagan holatlar. Mana ko'rib turganingizdek, baraklar sarg'ayishi, barak ichidagi tomirchalar ko'k holatda qoladi-yu, o'zi sarg'ayib ketadi. Mana shunday holat mana. Ana endi kaliy yetishmovchiligi, mana ko'rib turganingizdek kaliy yetishmovchiligida xuddi chetlari, baraklarning chetlari kuyib ketganday, mana shunday kuyib ketgandek qavjirab qoladi. Mana shunday mana qavjiragan holatlar kuzatiladi kaliy yetishmasligida. Mana shu kaliy yetishmasligining oqibati mana ko'ryapsiz. Mana shunday holatga keladi. Endi marganets yetishmasligida mana shunday sariq dog'chalar paydo bo'lib, mana shu ko'rib turganingizdek, bu ham katta fotosintezni prosesini keskin sekinlashuviga olib keladi mana. Endi sink yetishmasligi, mana sink yetishmasligida ham xuddi temir yetishmasligida holatlar kuzatiladi. Lekin unda sal boshqacharoq mana sink yetishmasligi. Bunda yaproqlar maydalashib, mana mevalarning mayda bo'lib qolishi, har xil shaklga kelib qolishi kuzatilgan mana shunday sink yetishmasligida mana. Mana shunday oqibatlarga olib keladi sink yetishmasligida. Mana ko'rib turibsiz, mana yaproqlar ham maydalashib ketadi, birlari yiriklashib ketadi, har xil shaklda mana shunday shakllarga kelib qoladi. Aziz bog'bonlar, navbatdagi video suhbatimizda mana shu xloroz kasalligini oldini olish, qanday choralar ko'rish haqida suhbat qilamiz. Salomat bo'ling. Bog' eking, yaxshidan bog' qoling.